Assalomu alaykum. Men ismim Mehroj Husaynov. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gaz qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasida 3-bosqich talabasiman. Bugun sizlarga dizel yoqilg'isini gidrotozalash qurilmasini sodda va tartibli holatda tushuntirishga harakat qilaman. Xomashyomiz dizel yoqilg'isi. Dastavval nasoslar yordamida issiqlik almashtirgichlarga uzatishdan oldin xomashyomizga vodorod saqlagan gazlar qo'shiladi. Buning asosiy sababi shundan iboratki, o'zi xomashyomuz tarkibidagi nordon komponentlar, ya'ni oltin gugurt va azotlardan tozalash hisoblanadi. Birinchi issiqlik almashtirgich qurilmamizdan o'tib, ikkinchi issiqlik almashtiruvchi qurilmamizga boradi. Ikkinchi issiqlik almashtiruvchi qurilmamizdan o'tib, quvurli pechga harakatlanadi. Xomashyomuz ma'lum bir o'ziga kerakli bo'lgan reaksiya haroratiga yetgandan so'ng, uchinchi, ya'ni reaktorga harakatlanadi. Reaktorning asosiy qiladigan ishi, ya'ni uning vazifasi shundan iboratki, xomashyomiz tarkibidagi nordon komponentlar, oltin gugurt va azotlarni qo'shgan vodorod gazimiz bilan reaksiyaga kirishib, ulardan tozalash hisoblanadi. Reaktordan chiqayotgan xomashyomiz yana issiqlik almashtirgichga o'tadi va bu yerdan kelib yana havoli va suvli sovutuvchi jihozlardan o'tadi va separatorga qarab harakatlanadi. Separatorning asosiy vazifasi shundan iboratki, xomashyomizni ikkiga ajratish. Ya'ni yuqori qismida yengil gazlar va pastki qismida xomashyomizga ajratish. Yengil gazlarimiz esa absorber qurilmasiga keladi va pastki qismidagi xomashyomuz yana issiqlik almashtirishdan o'tib, ma'lum bir haroratga yetgandan so'ng barqarorlashtiruvchi qurilmaga kelib tushadi. Barqarorlashtiruvchi qurilmaning ham asosiy vazifasi shundan iboratki, yuqori qismida yengil fraksiyali, ya'ni gazlar va pastki qismida esa o'sha og'ir xomashyomimizni saqlaydi. Yuqori qismida harakatlangan gazlarimiz esa yana sovutuvchi havodan o'tadida 3 kolonnali, ya'ni 3 ga ajratuvchi separatorga borib tushadi. Va 3 ga ajratuvchi separatorimizning ma'lum bir qismida gaz, ma'lum bir qismida suv va ma'lum bir qismida xomashyomimiz saqlanadi. Va ajratilgan xomashyomimiz esa pastki qismidan benzin va pastki qismidan dizel yoqilg'isiga ajraladi. Yuqori qismidagi gazimiz esa yana harakatlanadi-da, absorber qurilmamizga kelib tushadi va absorber qurilmalarimizda esa absorpsiya jarayoni amalga oshiriladi va gazlar tozalanadi.